Yil davomida media sohasida fidoyilik, mas'uliyat va professional yondashuvni namoyon etgan ijodkorlar Renessans milliy mukofotida jam bo'ldi. Renessans nima degani? Bu bizda o'zimizda tilda aytadigan bo'lsak, oddiy qilib bu milliy uyg'onish degani, milliy tiklanish degani. Bu bizning tahririmizda, tariximizda 2 marta bo'lgan. Endi tarix ildiraga aylanadi. Albatta 2 marta bo'lgan narsa 3-marta ham bo'ladi. O'zbekiston Milliy media birlashmasi tomonidan ta'sis etilgan ushbu mukofot jurnalistika sohasini qo'llab-quvvatlash, xolis va sifatli axborot yetkazishni rag'batlantirishga qaratilgan. O'zbekistonda mana bo'layotgan eng katta jarayonlardan bugungi kunda aytish mumkinki, bu Renessans hodisasi. Renessans jarayoni bu ilm, ta'lim, bilim bilan, mamlakatdagi o'zgarish bilan, uyg'onish bilan bog'liq. Shuning uchun ham biz bugun albatta shu yil davomida qilingan mehnatni e'tirof qilish bizning vazifamiz. Milliy media birlashmasi mana bu tadbir ikkinchi bor o'tkazyapti. Biz ilgari masalan nominatsiyalarimiz kamroq bo'lgan, ilgari a'zolarimiz ham kamroq edi. Bugun juda katta tarkibda bo'lyapti va biz bugun 13 ta nominatsiyada shu bizning media olamimiz vakillari, nodavlat ommaviy axborot vositalari, ular xalq ichida reytingi juda baland telekanallarimiz, bu Zo'r TV, Sevimli kanali, Mening yurtim kanali, bu Renessans, UzReport kanallarini bugun e'tirof etyapmizki, ular shu Renessans g'oyalarini, umuman ezgulik g'oyalarini, uyg'onish g'oyalarini yil davomida targ'ib qilishdi. Va bugungi kunda har bir shu teleradio kanalimizda ajoyib dasturlar bor. Siyosiy, ijtimoiy, ertalabki tongi axboriy dasturlarimiz bor. Bizning vazifamiz bugun mana shularni yil sarhisobini qilish. O'zbekistonda undan tashqari mag'rurlanib ketaman, ko'p davlatlarda bo'laman. O'zbekistonda nodavlat radiolar juda ko'p. Juda rivojlangan. Shuning uchun biz shu nodavlat bizni radiolarimiz uchun ham bugun mukofotlar beramiz. Joriy yil 27 oktyabr kuni start olgan tanlov doirasida tele va radio kanallar, shuningdek media loyihalar 13 nominatsiya bo'yicha o'zaro ijodiy raqobat olib bordi. 100 dan ortiq nomzod 2 bosqichda ekspertlar bahosi va xalq ovozi orqali baholandi. Eng ko'p ovoz jamg'argan ijodkorlar Renessans milliy mukofoti taqdirlash marosimida munosib taqdirlandi. Renessans milliy mukofoti davlatimiz rahbarining shu 294-sonli qarorlari asosida tashkil etilgan va bu har 2 yilda bir marta bo'lishi belgilangan va bu ikkinchi martasi bo'lyapti. Bundan asosiy ko'zlangan maqsad biz nodavlat teleradio kanallarida nafaqat ko'ngilochar kontentlarni rag'batlantirish, balki madaniy ma'rifiy, ijtimoiy siyosiy kontentlar ishlab chiqaruvchilarni, loyihalarni rag'batlantirish maqsad qilganmiz. Va bu orqasidan ertaga shu bizning media olamida juda ham ko'p ijtimoiy siyosiy, madaniy ma'rifiy kontentlar ko'payishiga olib keladi. Shuningdek, xalqaro tashkilotlar va xorijiy hamkorlar bilan samarali ishlangan tele va radio kanallar maxsus nominatsiyalar doirasida e'tirof etildi. Renessans milliy mukofoti o'zbek ommaviy axborot vositalari rivojiga hissa qo'shayotgan fidoyi jurnalist va ijodiy jamoalarni qadrlash orqali sohada yuksak professional mezonlarni mustahkamlashda davom etmoqda.